Futbol tarixida hech kim sindira olmaydigan 10 ta rekord. Birinchisi Gianluigi Buffon. Serie A'da u 974 minut umuman gol o'tkazmagan. Cristiano Ronaldo ketma-ket 6 ta mavsum Chempionlar Ligasida eng zo'r to'purari bo'lgan. Qolganini aytishimdan oldin, agar Yevropada o'ynamoqchi bo'lsangiz, sahifamni kuzatib boring. Robert Lewandowski esa 9 minut ichida 5 ta gol urgan. Real Madrid hujumchisi Kylian Mbappe esa jahon chempionatida yagona finalda gol urgan, hat-trick qilgan o'yinchi hisoblanadi. Keyingisi esa Sadio Mane tarixda eng tezkor hat-trick qilgan o'yinchi hisoblanadi. 2 minut 56 sekundda 3 ta gol urgan. Keyingisi esa Cristiano Ronaldo tarixda eng ko'p gol urgan o'yinchi hisoblanadi. U hozirgi paytgacha 971 ta gol urgan. Ayni damdagi jahon chempioni Lionel Messi esa tarixda eng ko'p oltin to'p olgan hujumchi hisoblanadi. U hozir 8 ta oltin to'p yutgan. Oxirgisi esa futbol qiroli Pele. U jahon chempionini 3 marta yutgan. Bu spiskaga esa Mirjalol Qosimovni qo'shsak bo'ladi. Mirjalol Qosimov jahon chempioni, Osiyo chempioni va Yevropa chempioni hisoblanadi. Siz bu ro'yxatga yana kimlarni qo'shgan bo'lardingiz? Kommentariyada yozib qoldirishni unutmang.